Ada o'sha ko'pchiligi tavsiya berayotgan podkliningimizni originalmi, sifatlimi, qayerdan bilsa bo'ladi o'sha farqlashni o'rgating menga. Farqlash kerak emas o'g'lim. Yaqin olib kelgan kamerani qalinligini ko'rasan. Qalinligini ko'rasan, mana qalinligi. Mana qaragan. И тем более bu yerda o'zini spetsial emblemasi bo'ladi, ko'rasan. И original o'sha rossiyskiy podklinikda mana o'yilib yozilgan bo'ladi. Правый, левый. Tushundingmi? И mana bitta instruksiyasi bo'ladi. Instruksiyaning ichida o'zini gaykasi, o'zini shubi bo'ladi. Bu haqiqiy original. Ana poddelkasida mana bunaqa o'yilgan joylari yo'q. Ko'rdingmi? Mana bunaqa o'yilgan joylari yo'q. Bu haqiqiy original podklinik Gentraniki. Albatta Nexia 3, Cobalt, Gentra, Onyx podkliniklari, Spark podkliniklarigacha bor. Telefon qilsalaring sizlarga zo'r maslahatni beramiz. Xohlasanglar olib kelsanglar, mashto'zni ustanovka qilib, sizlarga xudo xolasa taslim qilamiz. Ustanovka qiladigan bo'lsa qanaqa bonus bor ichiga? Bonus qara, единственный именно герметизация qilib, joy-joyga o'rnatib, как положено, standart stik olib keltirib, men ko'rsatib, xudo xolasa topshiraman mashinani. Chunki sifat degan narsa bizda birinchi o'rinda. Shu